Tibbiyotdagi islohotlar natijasida bugun onkologiya sohasida ham katta o'zgarishlar amalga oshirilmoqda. Respublika onkologiya va radiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi Farg'ona viloyati filialida bemorlarning davo topishi uchun barcha zarur shart-sharoitlar yaratilgan. Kasallarning tezroq sog'ayishi va oyoqqa turishida shifokorlar bilan bir qatorda hamshiralarning o'rni ham beqiyos. Zarifaxon Nosirova viloyat onkologiya markazida anestezistka hamshirasi bo'lib faoliyat yuritadi. Operatsiya jarayoni avvalo ularning bemorni og'riqsizlantirishi bilan boshlanadi. Bu muhim jarayonda hamshiradan sergaklik ishini puxta bajarish talab etiladi. Bugun aynan ushbu hamshiraning faoliyatiga yaqindan nazar tashlaymiz. Men Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi Farg'ona filialida anestezistka hamshirasi bo'lib ishlayman. Reanimatsiya va intensiv terapiya bo'limida jonkuyar xizmatimni amalga oshirganimdan xursandman. Asosan bizning vazifamiz jarrohlik bo'limiga qaratilgan bo'lib, operatsion blok bo'limida narkoz berish bilan bog'liq. Bemorlarni og'riqsizlantirish, anesteziya va anesteziologiya sohasi bilan bularni operatsiyalarni muvaffaqiyatli o'tkazishga yordam ko'rsatamiz. Operatsiya mahallida har shifokorning har bir buyrug'ini vijdonan bajaramiz. Qo'l yuvish texnikasida birinchi qo'ldagi bor jismlar, avvalo meditsinada, hamshirada qo'lida hech narsa bo'lmasligi kerak. Bir kunlik ish faoliyatimizda bizda har kunda joriy tozalash ishlari olib boriladi. Ertalabda kelganimizda xonani joriy tozalov bilan tozalab, keyin 30 minutga kvarsni yoqamiz. Shunda kvarsdan keyin bemorlarimizni reanimatsiya bo'limidan operatsiyaga tayyorlab, muolajalarni bajartirib olib kirib ketamiz. Yana bizda operatsiya vaqtida tugagandan keyin har bir operatsiya bizda boshqa bo'limlardan farqli bo'ladi. Bizda hozir har bir operatsiya tugagandan keyin yana joriy tozalash ishlarini olib boramiz. O'ziga yarasha operatsion mas'uliyati bor. Ayniqsa anestezistka hamshirasining ham o'ziga yarasha mas'uliyati bor, operatsion hamshirasining ham o'ziga yarasha mas'uliyati bor. Har bir narsaga e'tiborli bo'lmasak, har bir bemorning operatsiya mahallidagi holati bizning qo'limizda bo'ladi. U hayotini biz saqlab qolishimiz uchun o'z xizmatimizni ayamasligimiz kerak. Bundan keyin ham o'z kasbimga siqildan, vijdonan xizmat qilishga men xalqim oldida kerak bo'lsa va'da beraman. Zarifa opa onkologiya markazida o'tkaziladigan har bir tadbirda faol ishtirok etadi. Haftaning har juma kunlari hamkasblari bilan milliy qadriyatlar kunida milliy kiyimlar targ'ibotiga ham o'z hissalarini qo'shib kelmoqdalar. Qalbi ham xalati kabi oppoq hamshiralarimiz har qanday vaziyatda bemorlarning shifo topishi uchun xizmat qiladilar. Mashaqqatli kasbingizda muvaffaqiyatlar yor bo'lsin, qadrli hamshiralar.